Assalomu alaykum. Ofarin kanalini ko'rayotgan insonlarga, biza bu akamizni kanallariga o'tgan yili bittagina video qo'yib, uylar to'g'risida video chiqargandik. Ko'pchilik qiziqqan ekansizlar. O'shanga yana bir chiqaraylik deb uy to'g'risida emas, bu yerda dehqonchilik qilishga, sharoitlarni ko'rsatishga bir video chiqaraylik dedik. O'zimiz shu Kazandamiz hozir. Volga daryosini bo'yida. Mana hamma yoq suv. Endi bu bir chiroyli joyga keldik, mamizga. Sivarish degan bir turistik joyga. O'shanga bir video chiqaraylik dedik. Bu videodan maqsad O'zbekistonmi, Qirg'iziston qayerdan ko'rayotgan o'zimizdan o'sha O'rta Osiyodagi aka-ukalarga dehqonchilik qilishga, ferma qilishga sharoitlarni biz boshqa kanalda chiqardik videolardan. Bu akamizni ko'rib qoldim, prosmotrlari yaxshi bo'lgan ekan, yaxshi odzivlar ham bo'lgan ekan. O'shanga yana bir ko'rsataylik deylik. Biza bu videodan maqsad, bu narsadan chiqarishimizdan maqsad, biza uy sotuvchi emas, bloger emas, ferma sotuvchi emas, sharoitlarni ko'rsatishga video qo'yamiz. Bu sharoitlarni deganda, bu yerdan mana shu atroflarda suv muammo emas, katta yerlar bor. Tataristondanmiz, musulmon davlat. Tataristonda, Rossiyada, bu yerda Rossiyani boshqa shaharlardan qaraganda musulmon davlat. Bu yerda harakat qilib ishlasa bo'ladi, harakat qilsa bo'ladi. Dehqonchilik qilishga ligotalari bor, dotatsiyalari bor, har xil mol boqishga, yaylovlari juda katta, yem-xashi arzon, bug'doylar arzon, hamma narsa. Tovuq boqishga, mol boqishga kelib qilayotganlar bor, ish boshlaganlar bor bu yerda. Dehqonchilik qilsak, boshqa qilsak o'zimizdan O'zbekistonga arzon qilib olib ketsa bo'ladi. Karishkamidi, piyozmidi, go'shtmidi, har xil narsa. Bu yerda biznes qilib ishlasa, harakat qilsa bo'ladigan yaxshi sharoitlarni bir qo'ldan kelgancha gapirib beraylik. Yerlar dehqonchilik qilishga juda arzonga yerlarni olsa bo'ladi. O'zimizning yerlar bor, haydalgan. Hozir kimga qiziq bo'lsa, kelsanglar, yer beramiz, texnikasini beramiz. Nimadir kelishib mehnat qiladigan odamlar bo'lsa, hamma narsasiga yordam beramiz. Karishka ekadimi, karom ekadimi, sabzi ekadimi, dehqonchilikka sharoitlar zo'r. Shanaqa yerga pul tikilmaydi. Tayyor yerda haydalgan yerlar bor kuzda. O'shanga ko'ringlar, qo'ldan kelgancha bir o'zimiznikilarga shu dehqonchilikdan qiynalayotgan, suvdan qiynalayotgan aka-ukalarga qiziq bu. Tatariston, imенно shu Tataristonda ancha-muncha ish qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Harakat qilib dehqonchiligiga, chorvachiligiga harakat qilsanglar bo'ladi. Endi men bitta kanalga qo'yib turuvdim. Endi menimcha reklama bo'lib qoladimi, bo'lib qolmaydimi? Akamiz rozi bo'lsalar, bir o'zlari qaysi kanalda o'sha videolarni chiqarganimizni bu kanal egasi rozi bo'lsalar, o'shani bersalar, bizning maqsadimiz harakat qilsa, mamlakatda ish qilsa bo'ladigan narsalarni ko'rsatyapmiz, xudo xolasa. O'sha kanalda o'sha dehqonchilik, chorvachilik, har xil ishlarni ko'rsatganmiz. Mana shu Tataristonda qilsanglar, dehqonchilik qilsa, yerlar, uylar arzon. Men bu kanalda bittagina shu o'tgan yil yozda bitta uy chiqardik. Qiziqsanglar, ancha-muncha odamlar kelib ish boshlashyapti, xudo xolasa. Dehqonchilikda, fermada ish boshlashyapti. O'shanga qo'ldan kelgancha o'zimiznikilarga shu kim qiziqsa, shu dehqonchilikga, hamma narsaga sharoitlar bor. Suv gilanni bo'ldi, suv muammo emas. Hamma narsa arzon. Mol qo'yishga ham yem-xashiylar arzon. Yana kimdirga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, realniy odamlarga tushuntirib, ko'rsatib, yo'l-yo'rini xudo xolasa harakat qilsak, ishlasak bo'ladigan joylar. Bu Rossiyani boshqa shaharlariga o'xshab natsistlik yo'q bu yerda. Bu musulmon davlat, Tatariston. Mamlakat qishloqlarning suvlarni bo'yida uylar bor, dachalar qilib qo'yaman degan, mol boqaman degan odamlarga 4000-5000 dollarlarga 20 sotuv, 30 sotuv uylarni olib, yerlarni olib mol boqsa bo'ladi. Fermalar yotibdi, ko'p katta fermalar mol boqishga.
o'sha fermalarni gaplashib, qo'ldan kelgancha yordam beraveramiz, xudo xohlasa. Yo'l yo'lini ko'rsatib, harakat qilsa bo'ladigan joylar, xudo xohlasa. Yana nasib qilsa, vaqtimiz bo'lsa, chiqarib turamiz. Videolarni ko'rib turinglar, qiziqinglar, ko'payishaylik, dehqonchilik qilaylik, mol boqiylik. Hamma narsani O'zbekistonimizga olib kelsak, arzonchiligiga xazina hissa qo'shgan bo'lamiz. Maqsad shu. Ota-onamiz, bola-chaqalarimizga sifatli go'sht, arzon narsa, ekiladigan narsalarni olib kelsak bo'ladi, xudo xolasa bu yerda harakat qilib. Bir chiroyli joylar bo'lar, atrofi ko'l. Mana buni bu eski Volga daryosini bo'yida mana shu bittagina ostrov bo'lib qo'ygan. 15-asrning mana shunaqa qurilmalari bo'lar. Chiroyli joylar, juda ham zo'r ishlar qilsak bo'ladi.